o'rtoqlar hammaga salom, sizlar bilan Aida. Shaxsiy rasklad qildirmoqchi bo'lganlar WhatsAppdan aloqaga chiqasizlar. Menda boshqa sayt yo'q, WhatsAppdan boshqa. O'rtoqlar, bugun menda tashakkurnoma videosi bo'ladi. Karta rasklad qilmaymiz, har doimgidek aytib qisqa va lo'nda qilib gapirishga harakat qilaman. Avvalambor har bitta kommentariyada chiroyli yozayotgan insonlarim, hepinizga çok teşekkür ederim. Hammaga kattakon rahmat. Очень благодарю. Я благодарна. Спасибо вам всем, кто пишет мне благодарность и так далее. Так, o'rtoqlar, hozir men ism aytib ketaman. Maryam, Amerikadan. Tak, Gulistonlik klientim, ismimni aytmaydilar. Joningiz sog' bo'lsin. Madina, Irina, Luiza, Samira и Sardorbek, sizlarga kattakon rahmat aytaman. Men ming kerak emas desam ham chiroyli bir hadyalar jo'natganingiz uchun va отдельно Maryam, sizga tashakkur etaman. Chiroyli bir hadya yetib keldi Amerikadan. Rahmat avvalambor. Men nimaga bunaqa narsalarni yetib chiqyapman? Birinchidan bu maqtanish emas, reklama emas. Men bilgan biladi, men ortiqcha o'zimni hech qayerda reklama qilmayman. Men ishimni bilgan inson o'zi menga indamasdan murojaat qilib chiqadi. Shu darajada Aida bam uchun deb hadya chiqaribdiki, shu darajada shunaqa bir mukofot bilan meni siylashdiki, demakki meni ishim o'rtoq bilan zo'r bo'lgani uchun sizlarga har bittalarga отдельно tashakkur aytaman. Yana лично qizlar bor, mana ismimni aytmang, kerak emas. Hammanglarning joningiz sog' bo'lsin. Hammanglarga kattakon rahmat. Shunaqa paytda men o'zim bilan juda ham bir faxrlanib ketaman, chunki ishimning rezultatini har bitta inson ko'rgani uchun va men ishimga javob bera olganim uchun o'zimdan faxrlanib ketaman. Hammanglarning joningiz sog' bo'lsin. Hammanglarga rahmat. Bo'lamiz, salomat bo'lamiz.